Sirdaryo viloyati axborot kutubxonasi markazi hamda viloyat jurnalistlari uyushmasi hamkorligida O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi a'zosi Sobirjon Usmonovning Sirdaryo yoshlari Mirzacho'lni o'zlashtirishda nomli kitob taqdimoti yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirda viloyatimizning oldi jurnalistlari hamda uyushma a'zolari ishtirok etmoqda. Demak, biz ham tadbirda bevosita ishtirok etamiz. Unda O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi a'zosi, ijodkor jurnalist Sobirjon Usmonov qalamiga mansub Sirdaryo yoshlari Mirzacho'lni o'zlashtirishda nomli kitob taqdimoti tashkil etildi. Men o'ylayman, bu kitob o'z vaqtida yozilgan kitob deb sanayman. Nimaga? Chunki u yerda ishlab, o'zini butun hayotini mana shu Mirzacho'lni o'zlashtirishga, haligi qush kelsa qanoti, inson kelsa oyog'i kuyadigan zaminda yashab, ijod qilib, mana shu darajada o'zini nomini butun avlodlarga qoldirib ketgan insonlar, rahbarlar bor bu kitobning ichida. Kitob nafaqat tarixiy haqiqatni aks ettiradi, balki bugungi yosh avlod uchun ibrat maktabi vazifasini ham o'tadi. Tarixni muhokama qilib bo'lmaydi deydi. Tarixni muhokama qilmaslik kerak, tarixni faqat tushunish kerak. Ana shu davrda yashagan odamlarning ishi, o'sha davrda yashagan odamlarning hayot tarzi hammasi tarixda qolgan. O'shaning uchun bu tarix, muhrlangan tarix, uni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Va hamisha o'zbek xalqi, mana shu joyda yashagan xalq o'z tuprog'ini, o'z vatanini sevgan, mehri muhabbatli xalq. Mana shu joydan hech mahal arimagan. Mehnat qil, halol mehnat qil, xor bo'lmaysan deymiz. Bugun mana shu Guliston shahrida o'tkazilayotgan kitobimizning taqdimoti Sirdaryo yoshlari Mirzacho'lni o'zlashtirishda deb nomlangan. Asosan bu Sirdaryo viloyati tashkil bo'lgandan buyon Mirzacho'lni o'zlashtirishda qatnashgan asosiy yoshlarni yetakchilari bo'lgan shu yoshlar ittifoqi tashkilotlarini kadrlariga, o'shani ishlagan jonkuyarlarga bag'ishlangan. Bu tarixiy kitob esdalik uchun